Assalom. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Agar munbirimizga tek tizimlatmagan bo'lsangiz, maqolani anglab bo'lgandan keyin tizimlatishni unutib qolmang. Hozir anglaydiganingiz Faxrlan dunyoga Mahmud vatani nomli asar. Bu asar Yalqin Ro'zining Loy qal'aning siri nomli maqola obzorlar to'plamiga kirgizilgan. Faxrlan dunyoga Mahmud vatani. İlave. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Maarif Fen Medeniyet Organi 2008 yılını Mahmud Kashgari yılı qilib bekitgandan keyin Abdunum rayonimizdagi axborot vositalari turli usullar bilan Mahmud Kashgariyni xotirlash va yod etish faoliyatlarini tashkilladi. Şinjan Televiziya stansiyasi 2. kanali 2008 yılı 9. ayda San'at Gulzari programmasida Mahmud Kashgariyga bag'ishlangan mashhur naqsha Faxrlan dunyoga Mahmud vatani to'g'risida suhbat o'tkazgan edi. Biz jurnalimizda she'rni Nurmuhammad Erki yozgan, muzikasini Tursun Qodir ishlagan bu mashhur naqshi to'g'riliq adabiy obzorchi Yalqin Ro'zi bilan riyosatchi Mohinur Anvarning o'tkazgan televiziya suhbatining xotirasini o'qirmanlarning huzuriga sundiq. Şinjan Maarif jurnali tahrir bölümü. Riyosatchi Esil naqshilara his tuyg'uning javhiri ham dilning huzuri. Bo'libmi xalqimizning qalbidan o'rin olgan Faxrlan dunyoga Mahmud vatani degandek nadir naqshilar bir davr kishilarining o'rtaq ma'naviy boyligi. Yalqin apandi, Faxrlan dunyoga Mahmud vatani degan naqshining teksti qandaq tarixiy sharoiti borligi kelgan? Siz mushu haqda biladiganlaringizni so'zlab baqqan bo'lsangiz. Yalqin Ro'zi. Madaniyat zo'r inqilobi oxirlashib 1980-yillarning yetib kelishi bilan milliy madaniyatning gullanishiga tarixiy fursat tug'ildi. 60 va 70 yillari chekdan oshgan so'lchil siyosatning ziyonkashligiga uchrab, ko'rmagan kuni qolmagan bir qism tadqiqotchilar milliy madaniyatni asliga keltirish va rivojlantirish imkoniyati hozirlanganligini to'nib yetdi. Ular ziyolilarga xos sagaklik va mas'uliyatchanlik bilan o'ttirg'a chiqib, oldi bilan ozg'ina bir qism olim va tadqiqotchilardan boshqa kishilarimiz faqatla degidek bilmaydigan shohona asar Turk tillar devonini hozirgi zamon Uyg'ur tiliga tarjima qilib nashrga tayyorladi. Shuning bilan bu shohona asarning birinchi tomi 1981-yili Şinjan Xalq nashriyoti tarafidan nashr qilinib tarqitildi. Bu asarning nashr qilinib tarqitilishi tarixdagi shonliq milliy meroslaridan bexabar qolgan zamonimizdagi Uyg'ur qarindoshlarning vujudini larzaga selib, necha 10 yil buruqtirmudiq holatda o'tgan Uyg'ur jamiyatida zo'r dag'dug'a paydo qildi. Tangritog'ning janubiy va shimolidagi millionlagan Uyg'ur qarindoshlar Qaraxoniylar xonligi zamonida o'tgan buyuk olim Mahmud Kashgariyning nomi bilan tanishdi. Turk tillar devonini tunji qitim o'z ko'zi bilan ko'rib, o'z qo'llari bilan tutib, astin chiqmas milliy iftixorlikka cho'mdi. Shu yil yana donliq rassom G'ozi Ahmad Mahmud Kashgariyning rasmini sizib e'lon qilib, uning nurani obrazini ommaviylashtirdi. Milliy hayotimizdagi bu namoyanda xarakterlik natijalar Uyg'ur xalqining faxrlanish tuyg'usini zo'r darajada kuchaytirdi. 1983-yili tilshunos Mirsulton Osmonov bilan Ibrohim Mutti apandi Qashqar va Opaldagi tekshirishlari asosida Opaldagi Hazrati Molla mozorining Mahmud Kashgariyning mozori ekanligini pokitliq isbotlab chiqib, Mahmud Kashgariyning yurti, hayoti va mozori to'g'risida degan tekshirish dokladini ilm dunyosiga jakarladi. Bu tekshirish doklati ilm sohasini zilzilaga soldi. Mana mushundoq milliy hayajonning ta'sirida bir turkum adiblar qo'liga qalam ilib, jahonga mashhur shuhratlik olim Mahmud Kashgariyga beg'ishlab, turli janrda bas-basda asar ijod qilishdi.
Şu mezgilde ijod qilingan asarlar ichida kishilarning qalbidan alohida o'rin olganlari Nur Muhammad Erkinning Faxrlan dunyoga Mahmud vatani degan she'ri, Arslanning Zimin arkisi nomli balladasi, Mahmud Zaidining Unutilmaydi Mahmud Kashg'ari nomli she'ri, Muhammad Ali Zunun Tashnoining 3 yosh nomli televiziya teatri bo'ldi. Bularning ichida Faxrlan dunyoga Mahmud vatani degan 5 kupletlik she'rning ta'siri alohida zo'r bo'ldi. Riyosatchi Yalqin apandi, nima uchun bu she'r naqsh qilib aytilgandan keyin kishilarning texmu qarshi elishiga erishib, xalqimizning Mahmud Kashg'ariga bo'lgan ulug'lash hissiyotini va bu ulug' olimdan faxrlanish tuyg'usini ifodalaydigan muhim asar bo'lib qoldi? Yalqin Ro'zi Faxrlan dunyoga Mahmud vatani degan bu she'rni 20-asr Uyg'ur she'riyatidagi nodir she'rlarning biri deb aytishga bo'ladi. Nima uchun shunday deymiz deganda, bu she'rda tövandikidek 7 turlik alohidalik o'z ifodasini topgan. Birinchi, bosh temini ifodalash nuqtasi ko'p xil. She'rda Mahmud Kashg'ariydan iborat tarixiy shaxsning obrazi o'xshashmagan nuqtalardan yo'ritilgan ham uningga har xil nuqtalardan madhiya o'qilgan. Masalan, olimdagi olimlar aro sarvari degan misrada Mahmud Kashg'ariyning turkiy xalqlarining madaniyat tarixidagi olimlar ichida sarkilik, yo'l boshlig'uchilik salohiyatiga ega ekanligi ifodalangan. Til demak bir elning hayot belgisi. Mahmuddur shuncha zo'r belgi egasi degan misrada Mahmud Kashg'ariyning turkiy xalqlar tilining boy va zo'r hayotiy kuchga ega til ekanligini jahonga tanitgan buyuk tarixiy to'kpikor ekanligi ifodalangan. Türk til divani irfon xazinimiz, 1000 yildan burunqi ilm pallimiz degan misralar orqali Mahmud Kashg'ariyning avlodlarga qomus xarakterlik shohona asarni miros qoldirib, milliy madaniyat xazinamizni nurlantirgan turk xalqlarining, jumladan Uyg'ur xalqining madaniyat tarixida yuksak palla yaratgan dunyoviy olim ekanligi ifodalangan. Ikkinchi, cho'nqur falsafaviy hikmatga ega misralar ko'p. Bu she'rning hajmi qisqa bo'lsa-mu, ammo kishining tafakkurini chaqnatib etadigan hikmatlik misralar xeyli bor. Masalan, olimdir dunyoning, insonning jini, olimlar olimning bilar qadrini degan misralarda donishmand olimlarning insoniyat olimining javhari ekanligi, nodon kishilarning donishmand olimlarning qadrini cho'nqur tushunib ketmaydiganligi, tushanda degandami faqat nuqul holda hurmatlash bilanla kifoyalanadiganligi, faqat donishmand olimlarningla bir-birining qimmatini, qadrini haqiqiy ma'noda tushunadiganligidan iborat qoida ifodalangan. Ona til söygisi, vatan söygisi degan misrada ona tilni söйganlik, uni qadrlaganlik, beytqonlik, rivojlantirganlik va tadqiq qilganlik ona vatanni söйganlik hisoblanadiganligi. Shundaqla kishining zo'qini keltiradigan bir turlik vatanparvarlik ekanligi ifodalangan. 3. Qo'yuq milliy hissiyotga ega. Bu she'r tariximizdagi to'kpisi parlaq, nomi o'chmas olimlarimizning biri bo'lgan Mahmud Kashg'ariyga beg'ishlangan bo'lg'achqa, tabiiy holda milliy iftixorlik tuyg'usiga ega bo'ldi. Lekin bu xil tuyg'uni yo'lida qoyil qilarlik, obrazlik, hissiyotlik ifodalash hamma shoirning qo'lidan kelavermaydi. Bu she'rda milliy hissiyot ham qo'yuq, ham qoyil qilarlik ifodalangan. Masalan, yurtimiz olimning, adibning koni, faxrlan dunyoga Mahmud vatani degan misralarda ona diyorimizda uzoq tarixiy jarayonda sonsiz olim va adiblarning o'tganligi, Uyg'urlarning O'rta Osiyo tarixida shalliq madaniyat namunalarini barliqqa keltirgan madaniyat yaratquchi va tarqatquchi sifatida rol o'ynagan xalq ekanligi ixcham ifodalanib, fikr qaratmali holda bugungi avlodlarning ruhiga taqilib, faxrlan dunyoga Mahmud vatani deb xitob qilingan.
Şərq ilim dünyası içrə yegane, bir yulduz şuncha sap, şuncha nurane. Əcrige qayıldır öz və bigane, pəxirlən dünyaga Mahmud vətəni. Degan ko'plikda Mahmud Qashqariyning dunyo türkologiya ilmining otisi ekanligidek yegona o'rni yuksaldirilib, yo'ritilish orqali Mahmud avlodlarining faxrlanishga, g'ururlanishga haqliq ekanligidek haqiqat ifodalangan. 4. Qo'yuq davr ruhiga ega. Bu she'r barliqqa kelgan yillar ilm-fanga yurish qilish ideyasi kuchab ta'kidlanayotgan. Kishilar taraqqiyot va gullanish umidini ilm-fanga bog'lagan yillar bo'lib, ayni davrning bu xil xos ruhi yaratar ilm-fan porloq atini degan misrada ro'shan aks etgan. İlham bəxş məniga ega bu misra Mahmud avlodlarining shonliq o'tmishdan faxrlanish bilan to'xtab kelib, porloq atini yaratishga tirishmasa, hargiz bo'lmaydiganligidek cho'nqur ma'nini o'z ichiga olgan. Uningda yana gullanishni, taraqqiy qilishni orzu qilgan har qanday xalq jazman ilm-fandan iborat qudratli qurolga toyinish lozimligi ko'rsatilgan. 5. Mo'l mazmunga ega bir qator o'xshatishlar qo'llanilgan. Hammaga ma'lumki, jonliq, obrazliq o'xshatish she'rni texmi yuksak badiiy pallaga ko'taradi. Bu she'rda jon, kon, yulduz, sarvar, Ükər, bəlgə, xəzinə degan so'zlar o'xshash bo'lmagan kontekstlarda har xil obrazliq o'xshatish ma'nosida qo'llanilgan. Bu bir qator o'xshatishlardagi mo'l ma'no she'rning tub ideyasini nihoyat jonliq ifodalab bergan. 6. Bu she'r ifodalash uslubi jihatdan estetik yuksaklik kategoriyasiga tabi. Odatda she'rdagi ideya yoki hissiyot ba'zida yoshirun, ba'zida agitilib, ba'zida nozik, ba'zida tuz, ba'zida larzon, ba'zida g'uva ifodalanadi. Bu she'rda bo'lsa, mardona holda uchiq yo'riq ifodalangan. So'z jumlalardan qaynoq hissiyot urg'ib turadi. Har bir ko'plikda xitob qilish sadosi yangrab turadi. Faxrlanish tuyg'usi toshqinlab turadi. Shubhasizki, bu dal estetik yuksaklikdir. She'r uslubidagi bundaq estetik yuksaklik o'qirmanning qalbini do'lqinlatib etadigan badiiy unumni borliqqa keltiradi. Qaraydigan bo'lsak, faxrlan dunyoga Mahmud vatani degan misra mavzu bilan qo'shganda she'rda jami 8 qitim takrorlandi. Bundaq takrorlik odatga ahvolda o'qirmanni zeriktirib etadi. Lekin bu she'rda zeriktirish emas, aksicha o'qirmanning tomurlaridagi issiq qonlarni bargan siri kuvajitib, qalbini iftixorlik hissiga g'arq qilib, vujudini jasorat tuyg'usiga cho'mdirdi. 7. Bu she'rning qofiya sxemasi o'zgacha. Odatda qofiya sxemasi AAAB bo'lgan she'rlar ancha ko'p bo'lmaydi. Bu she'rning qofiya sxemasi dal mushundaq bo'lg'achqa ohangdorligi nihoyat kuchli. Naqsh qilib etishga bakmi bob keladi. Masalan, til demak bir elning hayot belgisi. Mahmuddur shuncha zo'r belga egisi. Ana til söygisi, vatan söygisi, faxrlan dunyoga Mahmud vatani. Degan bu ko'plikka qaraydigan bo'lsak, oldingi 3 misrasi o'zaro qofiyadash tuzilgan. Oxirgi misrasi har bir ko'plikning oxiridagi misraning takrorlanishi bo'lib, o'z oldiga qofiya hosil qilgan. Bundaq AAB qofiya sxemasi o'qirmanga she'rdagi hissiyot va fikrni yengil ham yiqimliq his qildiradi. Shundaqla tabiiy holda muzikalik ritm hosil qiladi. Demak, faxrlan dunyoga Mahmud vatani degan bu 5 ko'pliklik she'rning naqshi qilib aytilgandan keyin xalqning qizg'in olqishga erishishi va davrimizdagi nodir naqshlar qatoridan o'rin olishidagi muhim sirlarning biri uning yuqorqidek 7 turlik olaylikka ega bo'lganligida deb qarayman. Riyosatchi. Yuqorida bu she'rning alayliklarini tafsiliy ham pokitliq so'zlab o'tdingiz. Hammamizga ma'lum,
Pəxirlən dunyoga Mahmud vatani degan bu she'r ijod qilinib, oradan 10 yilcha vaqt o'tgandan keyin danliq kompozitor Tursun Qodir bu she'rga musiqa ijod qilib naqsh qildi. Aradan yana 10 yillar o'tganda bu naqshini yosh naqshchi Sherali Altekin o'rinlab, keng xalqqa tonish esil naqshiga aylantirdi. Hozir bu naqsha cho'ng kichik hamma kishi so'yinib anglaydigan bir nodir asar bo'lib qoldi. Siz bir adabiy obzorchi bo'lish salohiyatingiz bilan hozir ijro qilinayotgan bu naqshiga qanday baho berasiz? Yolqin Ro'zi. Shundaq deb aytishga bo'ladiki, Pəxirlən dunyoga Mahmud vatani degan bu naqsha shoir, kompozitor va naqshchidan iborat 3 tarafning talantining bir nuqtada muvaffaqiyatli birikishining natijasi. Men hozirgacha Sherali Altekinning bu mashhur naqshini o'xshash bo'lmagan so'rin va san'at kechiliklarida bir necha qitim aytganligini angladim. Şinjan televiziya stansiyasi bilan 6 numar ayliq Shinxua kitobxonasi o'tkazgan kitobxona mashrifidimi nihoyat yaxshi o'rinladi. Biroq kimdan ketgan savallikkim bilmadim, Sherali Altekinning naqshida har qitimda o'xshash bir xatolik mavjud. U bo'lsa-mu olimki olimlar ara sarvari, yulduzki yulduzlar ara o'kari degan ikki misraning mazmunini tamoman buzib, o'xshash so'zlarni o'rinsiz ta'kidlab, badiiyligini zo'r darajada ojizlashtirib, yulduzki yulduzlar ara sarvari, yulduzki yulduzlar ara o'kari deb xato etdi. Bu kishini afsuslantiradigan bir xatodir. Nima uchun deganda, sarvar degan so'zning lug'at ma'nosi yetakchi, yo'lboshchi, boshliq deganlik bo'lib, hozirgacha biror kim texi yulduzlar ichida biror yulduzning bundoq vazifasi borligini anglab boqqan emas. Shoir asli olimki olimlar ara sarvari deb yozish orqali Mahmud Qashqariyni ulug'lash hissiyotini ifodalagan. Asli she'rda yulduzki yulduzlar ara degan so'zlar hargiz takrorlanmagan. Shoirning yulduzki yulduzlar ara o'kari deb yozgan misrasining o'zida kupoyi. O'kar Shimoliy yerim shardagi kishilar yil bo'yi ko'ra oladigan eng ko'rkam yulduz. U cho'ng oyiq yulduzi turkumidagi 7 qaroqchi yulduzni ko'rsatadi. Cho'ng oyiq yulduz turkumi Shimoliy qutb rayonidagi eng yorug', eng muhim yulduz turkumidir. Cho'ng oyiq yulduz turkumi 1928-yili Xalqaro astronomiya birlashmasi jamiyati belgilagan xalqaroda o'rtaq bo'lgan 88 yulduz turkumining biri. Aşu ko'rkam yulduz turkumi ichidagi 7 qaroqchi yulduzning, ya'ni o'kar yulduzning alohidligi insonlarga yo'nalishni ko'rsatib berdiganligida. U kishilarning yo'nalishni farq etishiga yordam berib qolmasdan, balki yana o'xshash bo'lmagan fasllarni ko'rsatib beradi. Shoir 7 qaroqchi yulduzning, ya'ni o'kar yulduzning yo'nalishini ko'rsatib berdigan alohidligini tutib olib, Mahmud Qashqariyni olimlarga, avlodlarga yo'nalishni ko'rsatib berdigan dohiy sifat olim, donishmand, mutafakkur sifatida ulug'langan. Mahmud Qashqariyni olimlarga, avlodlarga yo'nalishni ko'rsatib berdigan dohiy sifat olim, donishmand, mutafakkur sifatida ulug'lagan. Shunga naqshida yulduzki yulduzlar ara sarvari, yulduzki yulduzlar ara o'kari deb hem xata hem o'rinsiz ta'kidlab aytish cho'qim olimki olimlar ara sarvari, yulduzki yulduzlar ara o'kari deb tuzilishi kerak. Bo'lmasa bu mashhur naqshining shuhratiga ro'shan holda nuqson yetadi. Riyosatchi. Siz ko'rsatgan bu xatolik haqiqatanmi jiddiy tuzatishga tegishli masala ekan. Buni nihoyat tushunishli ifodalab berdingiz. Yolqin afandim, suhbatimizning oxirida sizdan yana bir savol so'rag'im kelyapti. Sizcha Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'arif fan madaniyat organining 2008-yilni Mahmud Qashqariy yili qilib bekitishining ahamiyati qayerda? Yolqin Ro'zi. Mahmud Qashqariy dunyo turkologiya ilmining otisi, buyuk tilchi, milliy mas'uliyat tuyg'usi to'limi kuchlik, yiroqni ko'rar olim. Buningda qilchi ixtilof yoki shak yo'q. Meningcha u yana ulug'vor irodaga ega milliy qahramon.
Mahmud Kashgari qahramonlarcha ish izlari bilan o'zining shonliq tarixini yaratgan ulug' milliy qahramon. Bugungi zamon tili bilan aytganda, u hargizmi ustal olimi emas, balki u 15 yil vaqt sarf qilib, Tarim, Eli, Chu va Sir daryo bo'ylaridagi turkiy qabilalarining shahar va sahrolarini otliq holda ola qo'ymay kezib, abadiy yodikorlik va putmas tugumas bir boyliq bo'lib qolsin deb ulug' Tangriga sig'inib bu kitobni tuzib chiqdim deb aytganidek, o'lmas shohona asar divoniy lug'atdan turkni ro'yobga chiqargan mas'uliyatchan, izdinish ruhiga boy, jafo mushaqqatdan qochmaydigan, borlig'ini ilm fanga beg'ishlagan pidokor olim. Uning o'chmas to'kpisi va o'zini beg'ishlash ruhi tillarda daston qilishga arziydi. Shunga Şinjan Xalq Nashriyati nashr qilgan Buyuk tilchi Mahmud Kashgari degan kitobning avtori Me Shakir Ülkütaşır buningga Mahmud Kashgari milliy tilni, milliy madaniyatni, milliy g'ururni hammadan ustun o'ringa qo'ygan. Turkiy xalqlarining axloq fazilatlarini borliq kuchi bilan tasvirlagan deb baho bergan. Demak, Mahmud Kashgari yuksak milliy muhabbatini, po'latdek irodasini namoyon qilib, oz bo'lmagan ajr va mehnat singdirib, o'zining jahonga mashhur qomus xarakterlik asari Divani lug'ati turkni avlodlarga miros qoldirgan. Bugungi kunda uning bu olamshumul to'kpisidan Uyg'ur millatila emas, barliq turkiy xalqlar manfaatlanib va cheksiz iftixorlanib turibdi. Mushundaq qilsig'mas amaliyotni nazarda tutganda, Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'arif İlim-fan organining bu yilni Mahmud Kashgari yili qilib bekitganligi tamamen aqlga muvofiq qaror. Bu qarorning ahamiyati yana shu yerdaki, bu qaror dunyo miqyosida Mahmud Kashgari qizg'inligining ko'tarilishiga turtki bo'ldi. Bu yil dunyoning joy-joylarida Mahmud Kashgariga beg'ishlab turli faoliyatlar o'tkazildi. 11 ayning oxiri Beijingda Mahmud Kashgari va uning shohona asri Turk tillar divani haqida xalqaroliq ilmiy muhokama yig'ini o'tkazilmoqchi. Riyosatchi. Suhbatimiz nihoyat ko'ngillik ham mazmunli bo'ldi. Rahmat sizga Yalqin apandi. Hurmatli anglarman. Yuqorqi televiziya suhbat xotirasini o'qib, unga elib tayyorlagandan keyin Pəxirlən dunyaga Uyğur vətini degan bu naqshining she'rnimi qo'shib qo'yishni o'ylab torbatlardan biroz izlandim. YouTube'da naqshining 3 xil videosi bor ekan. Shuni bayqadimki, Abdurahim Hayit bilan Shirali Altekin aytganda Yalqin Ro'zi degan xatoliklar ko'rilibdi. Ammo Abdukim Ro'zi, Rizvongul Hayit ham bolalar qo'shilib aytganda to'g'ri aytibdi. Pəxirlən dunyaga Mahmud vətini. Nur Muhammed Erki. Alimdir dünyanın, insanның ceni. Alimlar alimның bilər qədrini. Yurtimiz alimның, ədəbning kani. Pəxirlən dunyaga Mahmud vətini. Şərq ilim dünyası içrə yegane. Bir yulduz şuncha sap, şuncha nurane. Ecrige qoyildir o'z va begona. Faxrlan dunyoga Mahmud vatani. Olimki olimlar ara sarvari. Yulduzki yulduzlar ara ukari. Muborak ismidir Mahmud Kashgari. Faxrlan dunyoga Mahmud vatani. Til demek bir elning hayot belgisi. Mahmuddur shuncha zo'r belga egisi. Ana til söygüsi, vatan söygüsi. Faxrlan dunyoga Mahmud vatani. Türk til divani irfon xazinimiz. 1000 yildan burunqi ilim pallimiz. Ölçsün şu bilen dünya vaznimiz. Faxrlan dunyoga Mahmud vatani.
yaratar ilim pen parlaq ətini. Pəxirlən dünyağa Mahmud vətini. Kimning var muşundaq alimi qavmi? Pəxirlən dünyağa Mahmud vətini. 1983 yılı Qashqar. Mikrofon aldida Nuriya Rahman. 2020 yılı 21 Mart Janbat ün elinib tayyorlandi. Maqolani yoqtirgan bo'lsangiz, ham buningdan keyin mana shunday nodir asarlarni anglashga qiziqsangiz, kitob o'qish munbirimizga tizimlatishni unutib qolmang. Aman bo'lg'aysiz.